Biz hozir O'zbekistonning ichida bo'lmagan O'zbekistondamiz. Endi ko'p vaqt va pul sarflab Yevropaga chiqish shart emas. Shohimardonga keling. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Bu joyga borish uchun naqd 5 ta chegaradan o'tasiz. O'zbekistondan chiqish, Qirg'izistonga kirish, Qirg'izistondan chiqish, O'zbekistonga kirib, Shohimardonga yetib borish va mana shu ko'lni ko'rish uchun yana Qirg'iziston hududiga o'tish. Barcha tekshiruvlardan o'tgach, mahalliy aholi tili bilan aytganda Paqirchada tog'ning tepasiga ko'tarilasiz va ko'z oldingizda paydo bo'ladigan bu manzara barcha yo'l charchoqlarini bir zumda esingizdan chiqaradi. Siz ko'rib turgan mana bu joyni kemalar qabristoni deyish mumkin, chunki hozir bu yerda suv yo'q, chunki Shohimardonda yoz 3 haftaga kechikmoqda. Buning oqibatida esa bir paytlar ko'l bo'lgan joy qurib qolgan. Bir necha kundan so'ng qorlar erib suv qaytganda esa mana bu siz ko'rib turgan joy ko'lga aylanadi va qoyaning yarmigacha suv yetib borishi aytilmoqda. Xullas, yozning issiq kunlari yetib kelishidan oldin siz Shohimardonga yetib keling va O'zbekistonning Qirg'izistondagi anklav hududi manzarasini o'z ko'zlaringiz bilan ko'ring.